Bismillahirrahmanirrahim. Barlıq hamd sana Canabi Allahqa bolsun. Şundaqla Peyğəmbərimizə, ail tavabı atlarına və onunğa taki qiyametgacha ergashganlarga durud salomlar bolsun. Ziyan urmaydigan hayvonlarni o'zursiz holda bekardan bekarga o'ltirib o'tish haram. Ammo mushuk boshqalarning cho'jillarini, kaptarlarini bo'g'ib, go'shtlarini o'g'irlab yeb ketadigan bo'lsa, it yo'ldan o'tganlarni qo'rqitadigan, tishlaydigan, qo'g'laydigan, kechalari qavab bearam qiladigan, to'xular boshqalarning uylarini mehnat qilib o'tadigan, umuman qilib aytganda, bundaq hayvonlar atrofdagilarga ziyon uradigan bo'lsa, bu bearamchilikdan xalos bo'lish uchun ashu it mushuklarni o'ltirishdan boshqa chora bo'lmasa, o'ltirvasa bo'ladi. Egisini agahlandırıp gap söz bilen bir taraf qılğılı boladigan turuqluq o'ltirvasa, gunohkor bo'lish bilan billa egisiga to'lam to'lishi lozim bo'ladi. Chunki islomda boshqalarga ziyon urish yo'q. Shunga it, mushuk qatorliq hayvonlarni boqqanlar boshqalarga ziyon urmay, kishilarni bearam qilmay, qo'rqitmay beqishi lozim. Vallohu alam. Fatvoda doktor Abdulaziz rahmatullah 2011-yili 4-oyning 26-kuni.